Bugun 16-may O'zbekiston vaqti bilan 12:00, ya'ni obed mahal. O'zbekistonda juda ham issiq. Ustalarimiz mana shunaqa issiq bo'lishiga qaramasdan o'z ishlarida davom etmoqda. Uy egalaridan Alloh rozi bo'lsin, ustalarimizga mana bunaqa kompotlardan muzdekina qilib olib chiqib qo'yibdi. Qadrdonlar, biz hozir Andijon viloyati Marhamat tumanida yana bir tunuka ishimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Siz ko'rib turgan mana bu tunuka mahsulotimiz, mana bu romlarimizni o'rtasidagi ustunlarni o'rashga mo'ljallangan mana shunaqa ustunlarimizni tunukada o'rab berdik. Keyinchalik mana bu romni xonadon egalari kraska qilinganda bir xil bo'lib ketadi. Biz bu xonadonimizni mana shu shapkasini boshdan oxirigacha tagi bilan birgalikda tunukafon qilib berdik do'stlar. Tarnovlarni ham qo'yib berdik. Shapkamizni uzunligi 23 metr, eniga esa 110 santimetrni tashkil qiladi va undan tashqari ko'rib turganingizdek, shapkamizni orqa tomoniga ham 65 santimetr atrofida tushirib berganmiz. Bu xonadonimizga 23 metr tarnovlarni qo'yib berdik. Tarnovni 1 metrini 55 ming so'mdan qo'yib bermoqdamiz va undan tashqari mana shu 23 metrga tagi 110 va devor tomonga 65 santimetr tushishi bilan birgalikda va mana bu yerda ustunimiz bor, bu ham o'raladi. 4 ta ustuni bilan birgalikda bu xonadonimizga jami bo'lib tunukani rasxodiga hisoblaganda 67,5 kvadratga yaqin tunuka ishlatdik va xonadon egasiga tarnovi, tunukafoni, hamma xarajati ichida 10,500,000 so'm atrofiga bitkazib berdik. Tunukamizni rangi oq rangga, mokriy rangda bo'ldi. Qalinligi 0,35 qalinlikda bo'ldi do'stlar. Ko'rib ishimizga bitta baho berib qo'yasizlar, yoqsa albatta bitta laykda ayamasdan gumburlatib bosib qo'yasizlar. Biz Andijon Tunukafon kanalini yo'qotib qo'ymasligi uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sababi biz Andijon Tunukafon kanalimizga deyarli har kuni mana shunaqa qilgan tunukafon ishlarimizni, video roliklarini obzor tariqasida joylab boramiz. Xudo xohlasa bundan boshqa qilgan tunukafon ishlarimiz ham kanalimizda mavjud. Bemalol o'tib ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu xonadonimizni to'liq ma'lumotlarni berib o'tdim deb o'ylayman. Hozirgi kunda 1 kvadrat metr tunukafonni barcha xarajati ichida qadrdonlar 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Vodiy bo'ylab 140 ming so'm, vodiydan tashqari viloyatlarga ham chiqyapmiz do'stlar. Vodiydan tashqari viloyatlarda ozgina qimmatroq 150 ming so'mdan bo'ladi 1 kvadrat metr tunukafon. Joyni kvadratiga emas, tunukani ketgan rasxodiga hisoblaymiz biz do'stlar. Mana shu joyimizni kvadrati taxminiy qilib aytaman 38 kvadrat atrofida. Endi biz mana shu joyimizdan tashqari mana bu ustunlarimiz bilan birgalikda bu xonadonga 67,5 kvadrat tunuka rasxod qildik. 2 baravar bo'lib ketgani yo'q. Sababi bu Cobra fasonda unaqa kvadrati ko'payib ketmaydi qadrdonlar. Videoda oxirigacha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. E'tiboringlar markazida har doimgidek Usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.